Rossiyada O'zbekiston pravasi bilan bemalol mashina minish mumkinmi? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tarmoqlarda Rossiya O'zbekiston pravasi endi o'tmaydi degan xabarlar tarqaldi. Bu gap noto'g'ri bo'lib chiqdi. Bu qonun O'zbekiston fuqarolariga taalluqli emas ekan. Agar sizda O'zbekiston pravasi bo'lsa, bemalol Rossiyada mashina minishingiz mumkin va bu noqonuniy emas. Xabarni Rossiyaga boradigan tanishlarga yuborib qo'yamiz. O'zbekiston, Tojikiston haydovchilik guvohnomalari hali bekor qilingani yo'q. Bu qonun 1-apreldan taqiqlangani kimlar uchun? Asosan vidna жительство olganlar, ya'ni yarim fuqarolik, RVPsi borlar va boshqa davlatlarda yashab, o'sha davlatlarda pravasini olganu, lekin fuqaroligi Rossiya fuqaroligi bo'lgan shaxslar uchun 1-apreldan boshqa davlat haydovchilik guvohnomalari taqiqlandi. Lekin O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari o'zini ishi bo'yicha mashina minib yursa, hujjatlari joyida bo'lsa, hech narsa deyilmaydi. Ular uchun taqiqlangan yo'q hozircha. Vidna жительствоsi bor, RVPsi bor va Rossiya fuqarosi bo'lib turib, boshqa davlat pravasini olgan bo'lsa, shular uchun 1-aprelgacha almashtirish majburiy hisoblandi. Ruskiya община muhojirlarga odob axloq qoidalarini o'rgatmoqchi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Nijnevartovskda migrant avtobus haydovchilariga yo'lovchilar bilan muloqot qilish qoidalari va rus tili madaniyati asoslarini o'rgatish rejalashtirilmoqda. Dastur shaharda jamoat transporti xizmatlarini transport kompaniyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan Ruskiya община tashkiloti tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Kompaniya matbuot xizmatining xabar berishicha, haydovchilar uchun maxsus kurs ishlab chiqilgan. Unda jumladan Ruskiya община va Nijnevartovskda yashovchi diaspora vakillari bilan uchrashuvlar uyushtiriladi. Millatchi tashkilot vakillari chet ellik haydovchilarni Rossiya madaniy an'analari va ijtimoiy normalar bilan tanishtirish niyatida. Bunday tadbirlarni tashkil etish g'oyasi Ruskiya община va transport kompaniyasi rahbariyati o'rtasidagi muzokaralardan so'ng paydo bo'ldi. Natijada ushbu uchrashuvlarni yangi haydovchilar uchun yo'nalishlarda ishlashni boshlashdan oldin majburiy o'qitish dasturiga kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilindi.